Assalomu alaykum hammaga hurmatli qadrdonlar. Omonmisizlar, hamkasblar, akalar, ukalar, hamma butun dunyodagi yurgan musofir akalar, hammalaringga xayrli kun, sog' salomatmisizlar. Allohning panohida bo'linglar, hammalaring duodamiz inshaalloh. Tinch bo'linglar. Bugun Xudo xolasa Avstriyadamiz. Avstriyaning poytaxti Venada. Hop. Venani o'rtasidan o'tib ketyapmiz hozir mana. Poytaxtni o'rtasidan o'tib ketyapmiz probkada. Bir video chiqib berdim. Zdaniyalari chiroyli, bir ajoyib antiqa zdaniyalari bor ekan. Hamma shoshilgan probkada ketyapmiz. O'ting ham o'tib oling. Biz vaqtimiz bor, shoshilganimiz yo'q. Zdaniyalarni qaranglar, kорабльga o'xshaydi, ko'rinyaptimi domlari? Bu dommi, bu ishxonami, bu qanaqadir? Kallaga. Ajoyib. Vaqtimiz Xudo xolasa soat 20 minut vaqtimiz bor ekan. Chexiyaga qarab yo'l olyapmiz. Inshaalloh duoda bo'linglar, hammalaring o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' salomat bo'linglar. Biz yaxshi, sizlar ham yaxshi bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hammaga salom. Yana bir bor.